$40,000 ga mana shunaqa remont qilarmidik. Assalomu alaykum azizlar. Patkulich Samarqand Oqamur obyektiga keldi. Bu yerni bizlar Patkulich remontimizni полностью tugatdik. Hozir bitta obzorni qilib o'taman. Kirishdan koridor svetlarga e'tibor berasizlar. Kafelar mana palasa qilganmiz. Hech nimaga bergan eringanimiz yo'q. Domofonni ham unutganimiz yo'q. Kirishdan o'ngga раздельный sanuzel. Birinchisi mana bu kafelar bilan mana rakvinalarni полностью o'zimiz qilganmiz. To'g'ridagi xonamiz detski o'g'il bolalarniki. Bu yerda ikkita divan bilan shkaflarni ham qilganmiz. Bu yer devorli aboy. Bu xonamiz qizlarning xonasi, qizchaning xonasi. Bu yer ham shkafimiz tayyor. Bu yer ham devorli aboy, pol, laminat, 8 mmlik faskalik. Bu взрослый spalniy. Bu yerni полностью dizayn bilan qilganmiz. Hammasi chotki mos tushgan. Bu yer ham shkaf ham patalka bo'lgan, patologgacha bo'lgan. Devorlarga svetlarni, brachalarini qilganmiz. Xudo xolasa o'zi bitta nimani ko'rsatib o'taman. Zalni. Bu kuxnyamiz studiya variantdan qilganmiz. Ikkita eshik qo'yganmiz. Hozir tushuntirib o'taman nima keligini. Kirishda kuxny bu tomondan полностью kafel, kuxny mebellarni qilganmiz. Полностью patolog bu 3 qavat gipsokardon tushgan. Bu yerda pokka ishlatilmagan, hammasi gach. Zal qismimizda parket 1/4lik yo'lqa qilib terganmiz. Bu yer hammasi o'zi tayyor holatda. Ikkita eshik qo'yganimiz sababi разделni qilamiz deb joy qoldirganmiz. Keyin buni qilib bo'lmaydi, predelka bo'ladi. O'shaning uchun ikkita eshik qo'yganmiz. Bu yerga endi uy egasi может qo'yaman dedilar, раздвижной eshik. Kimga shunaqa sifatli Patkulich remont xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.